Xush ko'rdik. Men Chedderlandman va men bugun sizlar bilan ajoyib video olamiz. Ya'ni vaqt mashinasi. Ko'rinishidan, ya'ni eshitilishidan vaqt mashinasi deganda vaqt oralig'ida qolib ketamiz. Xo'sh, mana artefakt bir narsa qilich, qanaydir qilich. Xo'sh, menimcha mana shunaqa narsalar topish kerak. Shekilli do'stlar. Bekorga artefakt deb qo'ymaydi. Xo'sh, mana bu yerda yana bitta artefakt. Bu YouTuber emas, shunchaki hani topilma. Xo'sh, mana bu qurol ko'rinishidan zo'r qurolga o'xshaydi. Bunisini bilmadim, nima ekan? Tuxummikan, boshqa narsamikan? Xo'p, mayli. Mana bu yerda ritsar bor ekan, ya'ni sovut. Xo'sh, bu tomonlar bizga qiziq emas. Bu yerda kitobchamon, kitobda bo'lsa bo'lar ekan. Xo'sh, tashqari bilan go'zalki. Xo'p, mayli. Kitob javonda mana bunday yerga kelib, sal yaqinroq kelib, mana buni ichakni bitta bossak, mana bunday abrakadabra bo'ladi va sim yopil bo'ladi. Sim ochil, sim yopil. Xo'p, endi esa mana bu zinapoyadan tushamiz. Tushamiz. Olg'a do'stlar. Mana yig'loq obsidian bor ekan. Va bu yerda vaqt mashinasi bor do'stlar. Vaqt mashinasi. Xo'sh, endi mana bu yerga kelamiz va boya qilishni topish uchun mana bu bunga qilamiz. Yo'q, bunga emas. Mana bu 4-chisiga. Ana bo'ldi. Xo'sh, mana 4-chisiga bo'ldi. Endi do'stlar, vaqt mashinasini ichiga kiramiz. Olg'a. Ko'zim ko'rmayapti. Wow. O'sha joyda paydo bo'ldik. Mana bu yerda chodir bor ekan. Bu yerda uy. Wow, bu chodirga kirsak, menimcha orqaga qaytamiz. Wow, dahshat. Qilich bor ekan, botinka, shlem, go'shtlar ham bor ekan. Yaxshi, mana bularni kiyib olamiz va qilichni mana bu yerga olamiz. Xo'sh, bu tomonlarda hech narsa yo'q. Xo'sh, bu tomonlarda esa zinapoya bor ekan. Bitta blok yo'q. Xo'sh, mayli, o'tamiz. Sakrab o'tib ketamiz. Sakrab. Ay, yo'q. Voy. Ay, yo'q. Bu yerda to'g'rilayotganmiz. Yaxshi, demak, yugurib o'tib ketamiz. Bu yerda yugurib o'tish kerak shekilli. O'xshabdi. Wow. O'tib oldim. Mana bu yerda uy bor ekan. Mana bu yerda esa bitta korobka. Buni joni bor ekan. Wow, 3 ta pecheni tushdi. Yomon emas. Wow. Просто wow. Mana bu yerda juda ham dahshat, chiroyli uy, juda ham dahshat yama yo'l va hokazo do'stlar. Mana bu yerda yana bitta korobka bor ekan. Buni urib ko'raylikchi. Wow, bu yerda bitta oltinli olma chiqdi. Oddiy. Juda zo'r. Mana bu yerda yana korobka bor ekan. Uy bor ekan yana. Temirli qilich, yomon emas. Mana buni urib bo'lmas ekan. Mana bu yerda bitta to'planib turibdi. Buni hammasidan bitta ekan. Temir toshli qilich deganim, toshli qilich ekan. Kechirasizlar do'stlar. Uy ham juda chiroyli. Faqat temirli eshik ekan, kirib bo'lmaydi. Shim tushdi. Mana bu yerda sindirib kirib qo'yamiz. Bizga farqi yo'q. Mana bu yerda sandiq bor ekan. Kamon, o'q, zumrad va go'sht. Juda zo'r. Yomon emas. Xo'sh, bu tomonlarda hech narsa yo'q shekilli. Bu tomonda pechka bor ekan. Boshqa narsa yo'q. Bu tomonda bitta verstak bor. Mana bu yerda zinapoya. 3 ta xona bor ekan. Yomon emas. Chiroyli uy. Mana bu yerda kutubxona. Chiqsangchi. Bu yerda bitta sandiq bor ekan. Bu yerda kamon bilan nima bor ekan? Qilich bor ekan. Yomon emas. Xo'sh, mana bu kravatimizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Uyda ichida boshqa narsa topolmadik va mana bu bug'doylarni olib ketaman. Bitta narsa aytsam, mana bu tomonda yo'l bor ekan. Bu tomondan
Ya'ni oldi tomondan bosib kirgandan ko'ra orqa tomondan kirgan yaxshi ekan. Xo'sh do'stlar, xo'sh. Endi biz boya ketayotgan joyimizdan ketamiz. Xo'sh. Mana bu tomonlarda yana uylar bor ekan. Wow. Ana bu qasrmi? Saroy shekilli. Qala. Wow. O'zi o'ylab turuvdim, qishloqlarda bunaqa yo'l bo'lmaydi deb. Qishloqlarda loydan yo'l bo'ladi. Bunaqa qasrlarda atrofida toshdan yo'l bo'ladi. Wow. Mana bu yerda yana bor ekan. Qasrda kim yasharkan? Qirol bormikan? Wow. Xo'sh, mana bu sandiqni ochamiz. U 40 ta kamon o'qi va bitta kamon. Yomon emas. Xo'sh. Ana bu yerda bitta askar bormi? Qizil askar. Xo'sh, yo'llariga borib ko'rish kerak shekilli. Xo'sh, bular men borsam tegmasmikan? Bilmadim. Balki baribir tirilaman. Mana undan ko'ra mana bunda non bor ekan, birayna bor ekan, biraynani kiyamiz. Xo'sh, borib ko'raylikchi, baribir o'lsam tirilaman. Xo'sh, mana bularni sindiraylikchi, nima bor ekan. Wow, oltili olma bilan qilich. Xo'sh, mana bu yerda yana bitta uy bor ekan. Wow, qasrda tashqarisida ikkita bino bor ekan. Bino, qarangchi. Wow, askarlarning ko'pligini u bir narsa deyapti. Bu narsa deyapti-da. U 3 xil askarmi? 4 xilmi? 3 xil ekan. 3 xil askardan juda ham ko'p ekan. Hop, bayroq bor. Bayroqni ustiga bosaylikchi, bir narsa bo'lar. Xo'sh, mana askarlarda ham sizda shunaqa bayroq turibdi, mana bu yerda ham. Nima bo'larkan? Wow, 64, ya'ni bitta start bayroq. Buni nima qilar ekan? Yegirsa bo'lar ekan. Ye. Qanaqa? Endi bu men askarimmi? Bu men askarim shekilli. Wow. Bu mana bu yerda ham askarlar bor ekan. Ya, mana bu nima? Musht bo'pti. Xo'sh, mana bu yerda yana askarlar, fil. Xo'sh, mana bu yerda mana bu meni sodiq askarim va mana bu yerlarda askarlar bor. Boraylikchi. Kamon o'tyapti. Dushman ular. Dushman ekan. Askar olg'a. Orqaga. Xo'sh. Mana bularni men yedirsak, menga xizmat qilishadi. Xo'sh, men mana bu tomondan bir guruh askarlarni olib jangga otlanamiz do'stlar. Jang bo'ladigan bo'lsa kerak. Filda minamiz. Oho, 4 qator 40 ta joni bor ekan filda. Wow. Filda qaranglar do'stlar. Wow, mayli tushamiz. Xo'sh. Mana bu bir guruh askarlarni o'zimizga bo'ysundirib olib, mana bunday qilib yedirib bayroq yeyisharkan ular. Xo'sh, yaxshi ekan, boshqa narsa yemaskan. Xo'sh, mana. Xo'sh, yana boshqalari qolmabdi. Yana bitta ikkita olsak zarar qilmaydi. Bular hozir kam. Mana bu yerdan seni olaman do'stim. Askar deganim. Xo'sh, endi filni minamiz. Yurmayapti-yu. Tezroq tush, masam tush. Tush. Ha, ahmoq fil. Ketdik. Askarlar ketdik. Jangga. Olg'a. Vo. Qara. Filni ko'raylikchi endi. Ey fil. Fil qalaysan? Xo'sh, bu menimcha bizning aytganimiz qilmaydi. Ana bu yerda bitta askar o'lib qoldi. Voy, yomon bo'ldi-da. Amayli, kech tushib qolyapti. Mana bularni sindiramiz. Botinka chiqdi ikkita. Xo'sh, endi esa jangga olg'a do'stlar. Askarlar olg'a. Mitta jitel. Boltalik ritsarlar. Wow. Qalqon qilichli ritsar. Wow. Mana bu yerda shuncha ritsarlar bor ekan. Wow. Dahshat. Yonyapman. Voy. O'lib ket.
Oltili olma yeyish kerak. O'sh ki, ma, kuching yetadimi? Ma, ikkita udarda o'larkan do'stlar, ular ikkita udar. Bunaqa kuchli bo'lsa ham ikkita udarda o'larkan. Wow. Ma, o'l ket. Men senlarni o'ldirib keyin o'laman. Yoki o'lmayman. 3 ta qoldi. 4 ekan. Ha, endi 3 ta qoldi. Ma. Ha, mana yana bittasi keldi. Voy. Ana yerda kamonchi ham bor ekan, boru. Ma. O'lma. Tirik qoldik. Kamonchilar bor ekan. Bularni otib o'ldirib tashlash kerak. Qiyshiq. Ma yana ikkita kamon o'qida ularkan kuchli otsa. Ma ol. O'ldi. Ana bu yerda yana bitta bor ekan. O'ldi. Ana bu yerda yana bitta bor ekan. Tegmayapti. Nimaga tegmayapti? Kecha yurib o'tish kerak shekilli. Ol. Tegdi. Mana shusida o'lasan. O'ldi do'stlar. Xo'sh, endi boraylikchi, nechta askar qolibdi ekan? Xo'sh, bu yerda askarlar ko'p ekan, shuning uchun ko'proq askar olib olish kerak, chunki ular kamonchilari ko'p ekan. Mayli, sen ham. Mana sen ham ol. Xo'sh, askarlar, bu safar biz yutamiz. Bu safar eshikni, darvozani yorib kirish kerak. O'shandan keyin g'alabaga oz qoladi. Garovchi. Xo'sh, mana shuni minib oldik. Askarlar bizni yonimizda. Xo'sh, olg'a. Kecha sekinroq yo'larkan, lekin yomon emas. Pecheni yeb olamiz, yo'l-yo'lakay yetib ketamizda do'stlar. Xo'sh, olg'a. Wow, u yerda hamma yo'qqa tizib tashlashibdi-yu, kamonchilarni. Askarlarni mana bu yerda yana bor ekan. Sehrgar ham bor ekan, olib o'tadigan. Wow, tezroq, olg'a. Ishni buzish kerak. Go'shi. Yonmay tur. Tiqilma. Tiqilma. Bo'l, ana. Wow, eshikni yordik. Wow, bu eshik qachon yo'q ketdi. Tagimga kelyapti bu askarlar. Qoch, o'laman. O'laman hozir. Qoch deyapman. Ana tirildik. Wow, hozir yana borib o'ldirib tashlayman endi bularni. Yomon tez yugurishgan, lekin joni kam ekan. Mayli. Tez yugurishini buni. Charchab qolmayapsanmi, bratishga? Shuncha temirli narsalar mana. O'qitishdi. Kelyapti. O'lib qoldi kegungacha. O'ylar. Voy. Mana yana bitta. Sen ham o'l. Ikkita ekan. Bu ikkovini o'ldiramiz, kim ulardan qolmaydi tashqarida. Kamonchilar bezor qilyapti. Mana mittonlar ham ko'p jon olsa kerak. Wow, yana o'lib qoldim. Askarlar bilan bormasa bo'lmaydi shekilli. Xo'sh, mana shu 49 ta bayrog'im bor. Qolgan hamma askarni olib borish kerak. Xo'sh, o'zi nechta askar qoldi ekan? Xo'sh, bu yerda 3 ta bor ekan. Xo'sh, mana bu olovni o'chiraylik. Ha, bo'ldi. Xo'sh, mana 3 ta askarni yedirib olish kerak. Xo'sh, ana bu yerda yana shuncha askar bor. Mana yana 3 ta askarimiz bor. Va mana bu yerda mana 4 ta, 5 ta, 6 ta askarimiz bor. Bu 2 ta askar zaxiraga turib turaversin. Keyin kerak qolishi mumkin. Olg'a askarlar. Endi bu safar yomon qilamiz. Mana buni sindirib olaylik. Sindirdik. Ana qilich tushdi, lekin bu kerak emas edi. Mayli. Xo'sh, olg'a askarlar, bularni o'ldirib tashlaymiz. Kamonchi. Bo'ldi bitta kamonchi. Sehrgar ham hozir o'ladi. Olib o'tadigan sehrgar.
Ma, o'ldi. Xo'sh, endi esa ana bu yerdagi sehrgarga o'tamiz. Birinchi salto ichib olib, keyin borishimiz kerak-da. Bo'lmasam bo'lmaydi. Mana chiyapman, yomon chiydim lekin. O'ldi shekilli. Tegmayapti, ana endi o'ldi. Xo'sh, mana bu kamon, mana sehrgarni otamiz. Ma, o'ldi. Xo'sh, endi esa jangga boramiz. Qani askarlar, olg'a! O'lguncha kurashamiz. Olg'a askarlar, olov o'tishyapti uje. Mana bu yerda mitlar bor ekan, shularni yo'q qilinglar. Qalqonlari ham bor ekan ularni. Uje bitta askarim o'ldi. Hozir o'lib qolishi mumkin. Tezroq, meni himoyalanglar. Yarimta jon. O'ldim. Askarlarimdan ayrildim. Endi esa o'zim jang qilaman. Olg'a shunday kirib ketaman. Sizlar bilan ishim yo'q. Men ichkari bilan ishim bor. Xo'sh, mana buni sindiraylikchi bilan nasl tushib qolar. Yonyapman do'stlar. Yomon yonyapman. Tezroq o'chirish kerak, bo'lmasa o'lib qolaman. O'chdi. Mana nihoyat olov o'chdi. Mana bu yerda bitta tosh bor ekan. Tosh. Bu yerda yo'q. Mana bunisida bormikan? Yursangchi. Bu tosh ko'ylyapti. Faqat qora toshni ko'ylar ekanda bu. Mana bitta qora tosh. Xo'sh, endi bu tomonga qaraymiz. Tomondachi qanaqa tosh bor ekan? Bunisida yo'q ekan. Xo'sh, ana bunisida bitta bor ekan. Ana qora toshlar yo'q bo'ldim. Xo'sh, mana tugadi. Endi esa jangga otlanish kerak, do'stlar. Bu yerda anchagina askari bor ekan bu yerda ham. Bu sekin kelishini qaranglar. Bu nargis tez kelyapti-da, iflos. Qilishdi. O'lding sen. Sen ham o'lding. Ana o'ldi. Ikkita udarim bo'ldi. Ikkita udarim bo'ldi-da. O'lishadi hammasi. Tez kelishini qaranglar buni. Nimaga sen tez kelasan-a? Charchab qolmaysanmi? Sekin kelaver. Xo'sh, mana bu yerda favora bor ekan. Xo'sh, ana mitta jitil bor ekan. Zumrad. Sekin kelishini qaranglar buni. Jonni ko'p olsa kerak-da. Xo'sh, otishyapti, hozir o'laman. Hozir o'lib qolaman. Kamon. Mana shu yerda tirildim. Mayli, mana bu tomonda yana bitta askar bor ekan. O'l. Ikkita udarimni o'lyapti, boru. Mana bu yerda bitta jitel bor ekan, jitilcha. Sen nimaga erta ishga olishdi? Sen hali yoshsan-ku. Sen nimaga qotlarni qo'riqlatish uchun qo'yib qo'yishdi? Mayli. Xo'sh, mana bu yerda otlarni choptirishar ekan. Bir narsalar qilishar ekan, ko'ruvchi. Mana bu yerda yana otlar bor ekan. Ular faqat ot boqadi. Lekin bironta ham ot mingani ko'rmadim. Mayli. Yaxshi. Mana bu yerda bitta askar bor ekan. Kim esanmi? Tez kelishini qaranglar buni. O'ldi uje kelishi bilan ikkita udara. Mayli. Mana bu kamonchilarni o'ldirish kerak. Bu yerda hammani joni oz ekan. Buni tez o'lib qolar ekan. Meni askarlarim ham tez o'ldi, bular ham tez o'lyapti. Mana hozir ham ana o'ldi. Chiqish kerak bu yerdan. Kelmayapti, mayli boramiz-da. Xo'sh. Kechi bratish. Kela qol tezroq, o'ldi bu şey. Xo'sh. Ikkita bor ekan bunaqa bratishkalar ham yerda. Kelishlarni qaranglar. O'l. O'lish. Bitta udardi, ikkovini o'ldirdi. Ikkita askar. Hozir bitta edi. Mayli, o'ldirib yuboryapman. Baribir meni kuchim ko'p ulardan. Men axir Shedderlayman-ku. Brani ham kuch tugapti. Mayli. O'zi eng nozik brani edi. Mana bu yerda ikkita askar, bitta kamonchi. Tez kelishlarni qaranglar buni.
Urmay turish, to'xtab tur. To'xtama. O'l. O ikkita jonim qoldi. Yarimta. Hozir borib urishga ulguraman. Ikkita urishga ulgurdim. O'ldirishga ulgurmadim. Endi cho'kaman. Kamonchini o'ldirishsiz hayot. Kamonchini o'ldirish osonada, namorat. Nargilardan ko'ra. Mayli, hozir borib o'ldirib qo'yaman. U meni somonimga kir yumabdi hali. Kamon otishni qaranglar buni. MP-ni otarkan. Realistikni yani. Qalaysan, bratish? Bitta o'zing qo'yib qo'yishdim bu yerga. Mayli. Bu qanaqa xon ekan? Ana bu yerda bitta qilich bor ekan. Ana bu yerda askarlar bor ekan. Bu qilich qanaqa ekan? Orqaga qaytib qoldim. Demak bitta bu topshiriq bajarilibdi. Bu Arturni qilish shekilli. Voy, tepaga chiqaylikchi. Tepaga chiq endi. Bu dahshat qilich bo'ldi. Qilich ekan. Topshiriqni bir amallab o'tdim do'stlar. Xo'sh, endi bu birinchi qism edi, chunki bu hozir bitta artefaktni topdim do'stlar. Xo'sh, mana bunga qo'yib bo'lmas ekan. Xo'sh, mana bu qora qilich. Qo'yilikchi. Qo'yildi. Dahshat. Arturni qilichi. Mana bu yerda yana bir narsa bor. Buni ismini bilmayman. Ana bu yerda yana bor. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Biz tezroq baraka bo'lishimiz kerak. Ko'rishguncha xayr do'stlar.